Rossiya armiyasiga yollanib Ukrainaga qarshi urushda qatnashgan qashqadaryolik yigit o'zini o'zi jarohatlagan. U bu ishni qochish uchun atay qilganini aytdi. Kunuz tanishgan sud hukmiga ko'ra, Kasbi tumanida yashovchi 25 yoshli yigit 2025-yil aprel oyida ishlab pul topish maqsadida Rossiyaga ketgan. U ushbu davlatda kirakashlik bilan shug'ullangan. So'ngra mashinasidan narkotik modda topilib, 7 yilga qamalgan. 2024-yilning 30-oktyabr kuni qamoqxona ma'muriyati endi sen jazoning qolgan qismini O'zbekistonda o'taysan deya allaqanday qog'ozga imzo qo'ydirib olgan. Aslida bu Rossiya armiyasi bilan tuziladigan shartnoma bo'lgan. Shu tariqa yigit urushga olib ketilgan. U harbiy qismdan qochish uchun o'z oyog'iga o'q uzib, o'zini o'zi jarohatlagan. So'ngra shifoxonaga yotqizilgan. Davolanib bo'lgach u yerdan qochib, O'zbekistonga qaytib kelgan. Yigit qilmishidan pushaymon bo'lib, o'zi huquqni muhofaza qiluvchi organga ariza bilan murojaat qilgan. Sud hukmi bilan unga 4 yil u 1 oyga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.